$62,500 bir xonali Novostroykada xonadon sotuvga qo'yildi. O'rtoqlar, biz Yunusobod tumani Sanpi universiteti oldida joylashgan жилой kompleks Bog'ishamon Novostroykasiga keldik va 4-etajda bir xonali xonadon sotuvga qo'yildi. Video obzorimiz koridordan boshlaymiz. Ko'rayotganingdek remontimiz yangi, yevro remont qilingan, neoklassik uslubida. Koridorimiz kafel solingan, bu yerda o'zining cho'qli pollari bor va kirishimiz bilan chap qo'limizda совмещенный sanujilimiz. Sanujimizda ham o'zining cho'qli poli bor. Bu yerda ko'rayotganingdek kafel va keyingi xonamiz keladigan bo'lsak, bu yerda juda ham keng, katta oshxonamiz joylashgan. Bu yerda kafel fartuq qilingan, bu yerda ham o'zining cho'qli pollari bor, ko'p konturli kotel va o'zining kichkina balkonchigi ham bor. Eshiklarni ko'rayotgan bo'lsanglar, oppoq eshigi qo'yib berilgan, juda ham chiroyli ko'rinyapti va oxirgi xonamiz bu yerda ota-onalar uchun mo'ljallangan xona, родительская спальня. Bunaqa chiroyli dekorlar qo'yib berilgan, ikkita podsvechniklar bor va bu yerga internet, televizorga alohida rozetka ham qo'yib berilgan. Xonadonimiz yangi, hali bu yerda hech kim yashamagan, zo'r narxda sotilyapti. $62,500 ga tezroq telefon qilib ulgurib qolinglar.